Sizlar uchun tonirovka ruxsatnomasiga javob qo'ygan ekanlar. 2018-yilda ishlab chiqarilgan mexanika заводской metanda balon holati yangi deyaptilar tog'amiz, yaxshi holatda ekan, ustidan qishdan chiqib beradi, yumshoq balon taqilgan, farqli to'liq led ekan. Kraskasiga keladigan bo'lsak, o'ng tomon krloda, aka krloda dedizam, bir qarishgina petnosi bor ekan, shumkalari bor ekan. To'liq shumka bo'lgan, tonirovka rashinizgacha bor ekan. Marhamat, salon qismi. Ashkalar chiroyli qilib yaxshi saqlanibdi. Chiqolpoliklar bor, tak 91 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Salon holati yaxshi, yomon emas, akkuratli holatda turibdi. Rullarga koja tiktirgan ekanlar. Orqa qismi yaxshi holatda. Aka bitta bagajni bosib yoring. Mashina bitta turishiga ahamiyat berasizlar. Optrastop faralar qo'yilgan. Yaxshi, yomon emas. Metanda aytib o'tganimizdek zapaskasi joyida turibdi. Akalar, eng muhimi заводской metan o'zlari qo'ymaganlar ko'chadan, заводской, ya'ni garantiyasi bilan. Krloda mana shu yerda bir qarish petno bor deyaptilar. Ya'ni ustilaringdan keslaring, egasi bilan ko'rib, bemalol tekshirtirib olasizlar. Narxiga keladigan bo'lsak, 8200 qo'yaman aka, 8200. Naqd pul bilan yana savdosi bor deb qo'yamiz. Bo'ladimi? Mashinangiz yaxshi ekan, 8200 yana naqd pul bilan savdosi bor. Telefon qilib baraka qilasizlar, telefon raqam pastda bo'ladi.